katta oilani kelinlari uchun barakali taom retsepti. Ishimizni farsh, piyoz, guruch aralashtirib, yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Garnit perchatkalar bilan ishimiz yana ham osonroq. Ularni urib pishitib olmasanglar, kotlet, tifsel nima qilsanglar ham yog'ga solganinglarda ochilib ketib qoladi. Kartoshkani qovurib olamiz, keyin kotletlarni birga qovuramiz. Yog'imizni sal kamaytirib, sayni qovuramiz. Pomidor, tomat, un, ketchup, oregano, tuz, shakar. Shu sousni saqlab olinglar. Xohlagan ovqatingizni sousiga sovorsangiz bo'ladi. Ovqatlaringlarni sho'rvasiga shunaqangi shira beradi o'zi ham. Yozma retseptini videoni tagida qoldiraman. 20 minut dimlanguncha yopgan nonni bir nechta bo'lakga bo'lib, ichiga sir solib, ustiga terib 5 minutga dimlab qo'yamiz. Jonni rohati bo'ldi-yu bu ovqat. To'xtanglar. Yuraychani bosib, yaqinda kelin bo'lgan o'rtog'ingizga videoni jo'natib qo'ying. Shunaqangi ishtaha ochar. Hozir ayni sezoni achchular bilan ketadi-yu. Eng asosiysi ovqatlaringizga mehr berib tayyorlasangiz, hamma ovqatingiz o'xshab chiqadi. Ba'zisiga gap bo'lishi mumkin emas, olinglar. Bunaqa ovqatdan keyin gaz ahvolini qaranglar. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Garnetni mikrofibrali sochuvlari bilan bittada tozalab oldim. Ishimni yengillashtirish uchun shatta garnetni folgasini ochdim-de, dangasa kelinmas, udda biron kelin dedim-de, folga qilib qo'ydim gazimga. Garnet mahsulotlari bilan ishim ancha yengillashdi.